Sen kesirva bo'lgansan, endi o'zing tug'olmaysan deyishyapti. Shu to'g'rimi? Men juda xavotirdaman. Ikkinchisini o'zim tug'moqchiman. Hozirgi kunda ko'plab homilador qizlarimizni qiynab kelayotgan dolzarb mavzu. Kelinglar bugun ushbu mavzuga oydinlik kiritamiz. Aslida bunday xavotirga aslo o'rin yo'q. Chunki hozirgi zamon 21-asr tibbiyot rivojlangan vaqtda birinchi kesirva secheniyadan keyin 60 hamda 85% holatlarda tabiiy tug'ruq kuzatilmoqda. Faqat eng asosiy ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan holat birinchi kesirva secheniyadan keyin ikkinchi homiladorlik o'rtasida 2 yildan kam bo'lmasligi shart. Chunki aynan 2 yil muddat ichida chandiq bitadi hamda teri holati yaxshilanadi. 2 va 3 marta kesirva secheniyadan keyin tabiiy tug'ruq aslo tavsiya etilmaydi. Shuningdek, quyidagi muhim faktorlar kesirva secheniyadan keyin tabiiy tug'ruqqa xalaqit berishi mumkin. Homilador ayolning yoshi kattaligi, homilador ayolning vazni ortiqligi hamda tug'ilayotgan homilani vazni 4 kilodan yuqoriligi to'sqinlik qiladi. Shunday ekan, go'zal homilador qizlarimiz aslo xavotir olmang. Agar sizda birinchi tug'ruq tibbiy ko'rsatmalarga binoan kesirva secheniya yo'li orqali bo'lgan bo'lsa, ikkinchi homiladorligingizni albatta 2 yildan keyinga rejalashtiring va siz bemalol farzandingizni tabiiy tug'ruq yo'li orqali dunyoga keltirishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling.